Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bizning obunachilarimiz. Yana bitta tayyor bo'lgan oshxona mebelimizni ko'rsatib o'tmoqchi edik. Oshxona mebelimiz mijozi o'zini tayyor loyihasi asosida ishlangan. O'sha loyihada chizilgan ranglar bo'yicha yasalgan. Oshxonamizni umumiy uzunligi 4.20, bo'yi 2.90 ni tashkil qiladi. Oshxonamizda demak loyihada ko'rsatilgan ranglar bo'yicha akril panellar ishlatilgan. Oshxonamizda gola profil ishlatganmiz, ruchkalar, ya'ni shunaqangi gola profilli oshxonamiz demak 3 qavatli qilib ishlangan. Oshxonamizga Yeger kompaniyasini demak installationsiyasidan foydalanganmiz. Oshxonamizni demak ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, oshxonamiz umumiy 7 ta qismga bo'lingan. Birinchi qismida bizda muzlatgich joylashtirilgan. Muzlatgich tepasiga biz katta shkaf qilganmiz. Bu shkafni qulayligi keraksiz buyumlarni taxlab qo'ysa bo'ladi va kam foydalanadigan idishlarni joylashtirsa bo'ladigan qilib katta qilib, ya'ni shu muzlatgichni kengligida qilib ishlangan. Keyingi qismimizda demak bizda tepa qismida alohida va o'rta antresol qismi alohida qilib ishlangan. Pastki qismimizda tortma qo'yganmiz va uni tagida eshik qo'yganmiz. Shunaqa bo'limdan bizda 3 ta bor, ya'ni ketma-ketlikda joylashgan. Bu bo'limdan keyin bizda moyka qismimiz va moyka qismimiz tepasiga blum mexanizm o'rnatganmiz, ya'ni sushilkani joylashtirganimizda. Va undan keyin yana shu tortmali qism va keyingisida bizda demak ovqat pishirish uchun gaz, duxovka, vitishka qismi keladi. Biz bu yerda yana hozirgi kunda trend bo'layotgan touch sensorlar qo'yganmiz, ya'ni o'sha qo'lni tepkisi yonadigan svetlar ishlatganmiz. Keyin bizda oxirida shunda penalimiz bilan tugayapti. Bu yerda biz mikrovolnovka o'rnatganmiz. Mikrovolnovkamiz tepasida duh konturni kotelni yopish uchun katta seksiya qilingan va bu yerda hamma texnik zonalar shu yerda yopilib ketgan. Yana bitta qismi biza mana shu penallarimizni ham yon qismiga akril panellar ishlatganmiz. Bu juda chiroyli chiqqan. Ya'ni o'zi bilan hamohang bo'lib ko'rinib turibdi. Demak, bu mikrovolnovkamiz tagida yana bitta bo'lim bor. Bu yerda demak har xil buyumlarni saqlasa bo'ladigan qilib ishlangan.